Denov Mes Kalyoda ko'chasida kirganda ichkari ko'chadagi 3-Ogahiy ko'chasida joylashgan 3-xonadon. Ushbu ko'rib turgan hovli uy-joy sotuvga qo'yiladi. Xonadonga mana e'tibor qiling, remontlar qilingan, oldida archalari bor. Xo'p, 7,5 sotikli ushbu xonadon. Kirganimizda mana hovli qismi. Xo'p, e'tibor qiling, mana bu yerda xonalari joylashgan, 6 ta xona, katta mehmonxona, xo'p, oshxonasi, sanuzellari, o'choq va bu yoqda oxirida ko'rgan bo'lsangiz, chorvachilik uchun mo'ljallangan joyi bor, og'ilxonasi bor. O'rtada bemalol dehqonchilik uchun mo'ljallangan parniki va yer maydoniga ega. Xo'p, xonadonda ichki xonalarni ko'rsatib o'taman. Uy hamma sharoitga ega, elektr energiyasi, tabiiy gaz, toza ichimlik suvi bor. Ushbu xonada kirganimizda aboy qilingan ichkari qismi shinam uy. Xo'p, bu tarafda 2 ta xona va bu tarafida 4 ta xonadan iborat. Ichkari qismlari. Bu yerda ham xuddi shu tartibda. Hozir bu tomondan sizlarga mehmonxonani ko'rsataman. Oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin. Juda shinam, qulay uy hisoblanadi. Katta ro'zg'orli, katta oilalar uchun mo'ljallangan. Mehmonlaringiz uchun olgan odam lekin maza qiladi mehmon kutishga. Mana shunday yevro remontda, zamonaviy uslubda mehmonxona qilib qo'yishibdi uyda egalari. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Uni mehmonxonani yonida motorlari bor, qarang. Suv tortadigan. Bu yerda ovqatlanish xonasi. Bu ham remont qilingan, aboy qilingan. Toza ichimlik suvlari bor. Parnik qismi. Bu yer oshxonasi. Bu taraf sanuzel. Xonadonda oluvchilar bo'lsa, konditsionerlar, areston, yana o'choq, tabiiy gaz mavjud. Areston va yana boshqa bir ikkita bitovoy texnika narsalari qoldirilib ketiladi. Bu tarafi mana og'ilxona, saroy uchun mo'ljallangan parnik. Uyda narxini $95,000 deb baholashyapti uyda egalari. Oluvchilar bo'lsa, telefon raqamlar qoldiramiz. Narx kelishtirib beriladi, o'tib beriladi. Telefon raqamlar qoldiraman, aloqaga chiqishlaring mumkin.